Men sizga aytsam, agar kimdir sizga ziyon yetkazmoqchi bo'lsa, Muqaddas Qur'oni Karimda aytiladiki, Allohning irodasisiz hech bir jon o'lmas va magar uning irodasi bo'lmas ekan hech bir jon yashamas. Agar siz o'lsangiz, demak buning vaqti kelgan va mening o'lim soatim yetib kelganiga ishonmayman. Chunki agar siz prezident bo'lsangiz u kimdir sizni o'ldirmoqchi bo'lsa, sizning nechta qo'riqchingiz borligi ahamiyatsiz. Agar siz omma oldida namoyon bo'lsangiz, xohlagan odam oldingizga kela oladi. Xullas, men tayyorman. Shunday ekan, qanaqasiga men butun dunyodagi turli davlatlarda yashovchi insonlardan meni o'ldirib qo'yishadi deb xavotirlanishim mumkin. Agar bu yuz bersa, demak bu Allohning irodasi. Samolyotlardan nafratlana turib har kuni ularda uchar ekanman. Demak, meni hech nima cho'chitmaydi. Ulardan hozirgacha nafratlanasizmi? 2 hafta oldin biz samolyotda jalaga duch keldik va uchayotgan samolyotimiz keskin yuqoriga va pastga harakatlana boshladi.